Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi bolalarda shish sindromi bilan kechuvchi kasalliklarga bag'ishlanadi. Bu ma'ruzamiz davomida o'sha o'zi shish sindromi nimaligi to'g'risida hamda bolalarda shish sindromini bilan kechuvchi kasalliklar, ularni differensial diagnostikasi, shish sindromini rivojlanish mexanizmi hamda shish sindromi bilan kechuvchi kasalliklarda glomerulonefrit kasalligiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu kasallikni etiologiyasi, diagnostikasi, klinik belgilari hamda buni oqibati, profilaktikasi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu mavzuning dolzarbligi, demak, statistik ma'lumotlarga ko'ra, buyrak patologiyasi bolalarda o'sha nogironlikka, erta nogironlikka olib keluvchi asosiy kasalliklardan biri hisoblanadi va buni eng og'ir oqibatlaridan biri bu surunkali buyrak yetishmovchiligini erta rivojlanishi, ya'ni o'sha bolalarni erta nogironlikka olib kelishiga sabab bo'ladi. Hamda shu 2017-2023 yillardagi ma'lumotlarga qaraganda bolalar kasalliklari orasida buyrak patologiyasi qariyb 3% ga oshgan. Bugunga kelib har 10-15 boladan 10 ming boladan o'sha 10-15tasi glomerulonefrit kasalligi bilan kasallanadi. Glomerulonefrit kasalligi buyrak kasalliklari orasida peshob yo'llari infeksiyasidan keyingi o'rinda, ya'ni 3-o'rinni egallaydi. Shish sindromi, demak, shish bu ekstrasellyulyar suyuqlikni interstitsial to'qimalarda to'planishi va to'qimalar hajmini ortishi yoki siroz bo'shliqlar hajmini qisqarishi hamda suyuqlik to'plangan organ va to'qimalarni fizikaviy xususiyatlarini o'zgarishiga olib keluvchi patologik holat hisoblanadi. Biz bilamiz, hujayra ichi hamda hujayra tashqarisi suyuqliklari ajratiladi. Qariyb 70% suyuqlik bu hujayra ichida joylashgan bo'ladi, qolgan qismi esa hujayra tashqarisida joylashadi. Bu suyuqliklar orasida, ya'ni hujayra ichi hamda tashqi suyuqliklari orasida doimiy almashinuv, ya'ni elektrolitlar va moddalar almashinuv mahsulotlari o'rtasida o'sha almashinuv jarayonlari bo'ladi. Hujayradan tashqari suyuqliklarga bu qon plazmasi va hujayralar orasida joylashgan suyuqliklar kiradi. Qon plazmasi almashinuv mahsulotlarini transport qilishga xizmat qiladi. Moddalar almashinuvi hujayra orasidagi suyuqliklar orqali qondan hujayralarga o'tadi. Qachon shish yaqqol namoyon bo'ladi? Demak, interstitsial to'qimalar hajmini 15% ga oshganda, unda biza o'sha ko'zda o'sha ko'zimiz bilan shish orqali rivojlanganligini ko'ramiz. Ya'ni bu, masalan, agar 70 kilogrammli vazn bo'ladigan bo'lsa, bu tanada 2 litrdan ortiq, 2 litr hamda undan ortiq suyuqlik yig'ilgan bo'lsa, shish sezilarli bo'ladi. Demak, interstitsial to'qimalar hajmini oshish mexanizmi bu interkapillyar gidrostatik bosimning oshishi hamda to'qimalar bosimini oshishi natijasida kelib chiqadi. Biz bilamiz, shishlarni turlari mahalliy yoki lokalniy deymiz, tarqoq yoki generalizatsiyalashgan shishlar tafovut qilinadi. Mahalliy shishlarga allergik shishlar, artritlar, flebitlar, o'smalar yoki boshqalarni kiritishimiz mumkin. Tarqoq shishlarga bu buyrak kasalliklari, yurak, jigar xastaliklari, venalar jarohatlari natijasida, endokrin kasalliklari, ba'zi bir dorilar natijasida, asoratlar natijasida kelib chiqadigan shishlar, oqsilsiz shishlar kiradi hamda patogenezida shish sindromi ustunlik qilganligi uchun hamda bu o'ta og'ir holatlarga olib kelganligi uchun miya, o'pka, hiqildoq ishlari ham tarqoq ishlarga kiritiladi. Mana bu yerda rasmlarda keltirilgan o'sha shish bilan kasallangan miya ishlari, o'sha tarqoq hamda mahalliy ishlar keltirilgan rasmlar bilan tanishishlari mumkin. Demak, ishlarni taqqoslash. Yurak ishlari biz bilamizki simmetrik joylashadi hamda tanani pastki qismidan, ya'ni oyoqlardan sekin-asta boshlanib, keyin tananing yuqori qismiga tarqaladi. Paypaslaganimizda teri sovuq hamda tekshirganimizda sianatik tusda bo'ladi. Buyrak ishlari biz bilamizki ko'pincha nima deydi, tanani yuqori qismidan, ertalab tananing yuqori qismidan boshlanadi, ya'ni yuzlardan, qovoqlarni kerkishi ko'rinishda bo'ladi hamda kun davomida tanani pastki qismiga, ya'ni qorin bo'shlig'i, og'ir holatlarda jinsiy a'zolargacha, oyoqlarga tarqalib, anasarkagacha olib kelishi mumkin. Paypaslaganimizda teri yumshoq, quruq,
oqish tusda hamda ba'zi bir holatlarda shish juda ham yaqqol bo'lsa, unda yaltiroq tusga ham kirishi mumkin. Yana shuni xususiyati borki, buyrak ishlarida tanani holatini o'zgartirganda shish ko'chuvchi xarakterga ega bo'ladi. Jigar kasalliklarida shishlar ko'pincha shu kasallikni dekompensatsiya bosqichida, ya'ni portal gipertenziya hisobiga kelib chiqadi. Unda shishlar o'sha oyoqlarda, o'sha qorin bo'shliqida assid ko'rinishda paydo bo'ladi. Paypaslaganimizda teri issiq hamda tarang bo'ladi. Oqsil sizishlar ko'pincha mana shu noto'g'ri ovqatlantirish, malabsorsiya sindromlari deymiz. Shu buyrak ishlarida ham buyrak kasalliklarida ham oqsil sizishlar bo'ladi. Unda teri paypaslaganimizda xamirsimon bo'ladi, konsistensiyasi ya'ni yumshoq bo'ladi hamda quruq bo'ladi. Medikamentoz dorilar natijasida kelib chiqadigan ishlar, ya'ni bu gormonlar, gipotensiv preparatlar, yallig'lanishga qarshi preparatlar, tomirlar orqali ko'proq miqdorda suyuqlik yuborganda kelib chiqishi mumkin. Endi ishlarni aniqlash usullari. Ishlarni aniqlash uchun bizni kunlik ya'ni diurezni aniqlashimiz kerak, ya'ni qabul qilingan va ajratilgan suyuqlikni kun davomidagi hisobini qilishimiz kerak. Har kungi qorin aylanasini o'lchash, har kungi tana vaznini o'lchash orqali hamda yashirin shishlarni aniqlash uchun makulyur o'ldirish sinamasi o'tkaziladi. Makulyur o'ldirish sinamasini o'tkazish uchun demak teri ostiga bilakni yuqori uchdan bir qismiga, ya'ni o'sha manto o'tkaziladigan sohaga 0,9% 0,2 ml fiziologik suyuqlik yuborilib, shu orqali o'sha suyuqlikka so'rilishiga qarab shish yo'qligi aniqlanadi. Shishlarni patofiziologik mexanizmlari, ya'ni rivojlanish mexanizmlari bu ko'pincha plazmani onkotik bosimini pasayishi, tomirlar o'tkazuvchanligini oshishi, gidrostatik qon bosimini oshishi, limfa oqimiga to'sqinliklar bo'lganda va boshqa sabablar natijasida kelib chiqadi. Tarqoqishlarning sabablari bu musbat suv balansi hamda aldosteron gipersekretsiyasi, simpatadrenal tizimidagi o'zgarishlar hamda plazmani onkotik bosimini pasayishi natijasida tarqoqishlar rivojlanadi. Musbat suv balansi bu buyraklarda natriy va plazmani reabsorpsiyasini kuchayishi, to'qimalararo giperosemiya va sapressin sekretsiyasini oshishi hamda buyraklarda suv reabsorpsiyasini oshishi natijasida kelib chiqadi. Aldosteronni gipersekretsiyasi, gipovolemiya yoki yurak zarbi hajmini oshishi hamda renin sekretsiyasini oshishi, angiotensin 2 miqdorini ortishi, aldosteron sekretsiyasini oshishi hamda suv va natriy reabsorpsiyasini kuchayishiga olib keladi. Simpatadrenal sistemada bunda buyrakda qon oqimini yaxshilaydi hamda buyrak ko'ptokchalarida natriy sirkulyatsiyasi, proksimal va distal kanalchalarda natriy reabsorpsiyasini mos kelmasligi natijasida kelib chiqadi. Demak, glomerulonefrit kasalligi bolalarda bu kasallik immunologik va klinik morfologik yallig'lanish guruhiga kiradi, ya'ni ko'ptokchalarni, kanalchalarni va buyrak interstal to'qimasini yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Kasallikning sababi, ya'ni bu ko'pincha biz bilamiz streptokok infeksiyasi, o'sha nefritogen xususiyatga ega bo'lgan A guruhdagi beta gemolitik streptokoklar keltirib chiqaradi. Shuningdek, gepatit B viruslari, sitomegaloviruslar, bezgak plazmodiyasi hamda noinfeksion faktorlardan bu profilaktik emlashlar, zardoblar yuborishlar, sovuq qotish, masalan, yana har xil chaqishlar natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikni patogenezida, demak, antigen ta'sirida antitelalar hosil bo'ladi. Antigen-antitela kompleksi bu buyrak ko'ptokchalarida fiksatsiyalanadi hamda biologik aktiv moddalar ajralishiga sabab bo'ladi. Tomirlarda polinuklearlarning migratsiyasi hamda komplement faollashishiga olib keladi hamda bunda natijasida gidrolitik va fibrinolitik fermentlarni
ajralib chiqishi kuchayadi hamda ko'ptokcha kapillyarlarni zararlanishi kuzatiladi. Gemostaz sistemasini faollashi natijasida lokal giperkoagulyatsiya hosil bo'lib, bunda kapillyar endoteliyasini zararlanishi, trombotsitlar agregatsiyasi hamda kapillyarlar staziga sabab bo'ladi. Buning natijasida mikrosirkulyatsiyani, o'sha buyrak ko'ptokchalarida mikrosirkulyatsiyani buzilishiga olib keladi. Qon yuvish sistemasi faollashadi, fibrinoliz depressiyasi hamda ko'ptokcha kapillyarlarda fibrillarning yig'ilishi hamda oxir oqibatda DVS sindromining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Mana bu rasmlarimizda o'sha normada bo'ladigan buyrakni ko'ptokchalardagi o'tkir hamda surunkali glomerulonefritlarda bo'ladigan o'zgarishlar keltirilgan. Demak, mikrosirkulyatsiyani buzilishi renin angiotensin sistemani faollashiga, ya'ni gipertenziyani rivojlanishiga olib keladi. O'tkazuvchanlikni buzilishi, oqsilning yo'qotilishi, onkotik va osmotik bosimni pasayishiga olib kelib, bu esa o'sha bemorlarimizda shishni rivojlanishiga olib kelishi mumkin hamda bular natijasida siydik sindromi kelib chiqadi. Endi bu kasallikning klassifikatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu klassifikatsiyasi bo'yicha o'tkir glomerulonefritni nefritik sindrom, nefrotik sindrom, shish, gipertenziya va gematuriya bilan hamda alohida siydik sindromi turlari ajratiladi. O'tkir glomerulonefritda umumiy oladigan bo'lsak, kasallarimizda quyidagi sindromlarni ko'rishimiz mumkin: shish, gipertenziya, proteinuriya, gematuriya, mochevina va kreatininni, leukocituriyani tranzitor oshishi kuzatiladi. Ko'ptokchalar filtratsiyasini buzilishi, buyrakning konsentratsiya funksiyasini buzilishiga kuzatiladi. Nefritik sindrom siklik kechishi bilan xarakterlanadi. Nefrotik sindrom to'lqinsimon kechadi. Shish, gipertenziya, gematuriya bilan bo'lganda bu uzoq davom etishi hamda buyrak faoliyatini turg'un buzilishiga hamda surunkali buyrak rivojlanishiga olib keladi. Mana bu slaydda o'sha bemorlarimiz keltirilgan. Demak, o'tkir glomerulonefritda boshlang'ich davri, ya'ni 2-4 haftagacha, kasallikning so'nish davri 2-4 oygacha hamda sog'ayish yoki surunkali shaklga o'tish davrlari kuzatiladi. Endi surunkali glomerulonefritda gematorik shakl, nefrotik shakl hamda aralash shakllari tafovut qilinadi. Surunkali glomerulonefritni nefrotik shaklda biz massiv shishlarni, proteinuriyani, ya'ni 2,5 grammdan ortiq peshob bilan ajralishi sutka davomida kuzatiladi. Buning natijasida giper hamda disproteinemiya rivojlanadi, giperxolesterinemiya, buyrak funksiyasi saqlangan bo'ladi. Agar morfologik tekshiruv qilib o'tkaziladigan bo'lsa, unda minimal morfologik o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Bu shakli retsivlar bilan kechadi hamda glukokortikosteroidlarga musbat effekt kuzatiladi. Surunkali glomerulonefritni aralash shaklida shishlar, noselektiv proteinuriya, gematuriya, gipertenziya, anemiya, buyrak faoliyatining qisman buzilganligi hamda morfologik tekshiruvda proliferativ membranoz glomerulonefrit hamda 2 yildan 6 yilgacha ichida surunkali buyrak yetishmovchiligi, ya'ni erta surunkali buyrak yetishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi bu shakli hamda immunosupressiv terapiyada kam effektivligi aniqlangan. Surunkali glomerulonefritning gematorik shaklida bu asosan o'sha siydik sindrom bilan xarakterlanadi. Mikrogematuriyadan to makrogematuriyaga kuzatiladi. Qisman proteinuriya bo'lishi mumkin. Arterial qon bosimi normada bo'ladi. Shishlar deyarli kuzatilmaydi. Buyrak faoliyati saqlangan hamda morfologik tekshiruvda proliferativ yoki proliferativ membranoz glomerulitni ko'rishimiz mumkin. O'tkir osti, ya'ni o'ta xavfli glomerulonefrit, bu shakli ko'proq biza bemorlarimizda, ya'ni o'tish davridagi bemorlarda, bolalarda kuzatilgan, ya'ni biz podrostkovый возрастda deymiz. Bu shaklini hali etiologiyasi to'liq o'rganilmagan. Bu shaklida quyidagi simptomlar kuzatiladi: progressiv gematuriya, kuchli proteinuriya, shishlar, gipertenziya, buyrak faoliyatini progressiv susayishi, ya'ni hech qanaqa davo ta'sir qilmaydi.
hamda уже 1-2 oy ichida terminal surunkali buyrak yetishmovchiligini rivojlanishiga olib keladi. Morfologik tekshiruvda esa Shumlansky Bauman kapsulasida yarim oysimon rivojlanishlarni kuzatishimiz mumkin. Davolash mana noeffektiv. Ketishi bo'yicha qo'zish davri, klinik remissiya davri hamda klinik laboratoriya remissiya davrlari kuzatiladi. Buyrak faoliyatini baholaganda buyrak faoliyati saqlangan, parsial funksiyasini buzilganligi hamda surunkali buyrak yetishmovchiligini aniqlashimiz mumkin. Buyrak faoliyatini aniqlashda biz asosan o'sha qondagi mochevina kreatinin darajasiga qarab, ko'z ko'rsatkichlari, ko'ptokchalarning filtratsiyasini buzilishiga qarab, buyrakni konsentratsion faoliyatini pasayishiga qarab hamda metabolik atsidozni kompensatsiya darajasiga qarab aniqlashimiz mumkin. Endi bu yerda mana me'yoriy ko'rsatkichlar keltirilgan, o'sha mochevina hamda kreatinini qon zardobidagi. Demak, Reberg sinamasi bu endogen kreatinin klirinsiga asoslanib, ko'ptokcha faoliyatini baholashda asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Bunda o'sha agar ko'ptokcha filtratsiyasi 120 ml minutiga bo'lsa, hamda kanalchalar reabsorpsiyasi 90-95% bo'lsa, bu o'sha me'yoriy ko'rsatkich hisoblanadi. Bu kasalliklarda esa bu ko'rsatkichlarning pasayishi kuzatiladi. Yana buyrakni konsentratsion faoliyatini baholashda Zimnitskiy sinamasi ham o'tkaziladi. Bu sinamada o'sha kunduzgi hamda tungi diurezi nisbati 3:1 hamda 2:1 bo'ladi me'yorda. 1:1 bo'lganda bu nekturiya hisoblanadi. Buyrak faoliyati saqlangan holda siylikning nisbiy zichligi 1018 va undan yuqori bo'ladi. Bu kasalliklarda esa bu ko'rsatkichda o'zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari ekskretor urografiya usulidan ham foydalaniladi. Ya'ni o'sha buyrakni funksional holatini baholash uchun normada 40 daqiqa davomida buyrak parenximasidan o'sha yuborilgan kontrast moddamizni qariyb 35% chiqib ketsa, unda ko'ptokchalar filtratsiyasi 105-130 ml minut deb hisoblanadi. Bemorlarimizda esa bu ko'rsatkichni pasayishi kuzatiladi. Endi qanaqa asoratlarga olib kelishi mumkin? Bu glomerulonefrit kasalligi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi, eklampsiya, o'tkir buyrak yetishmovchiliklariga olib kelishi mumkin. Demak, o'tkir buyrak yetishmovchiliklarda anuriya, suv azot qoldiqlari kaliyning ushlanishi, gipergidratatsiya, metabolik atsidoz, dispeptik o'zgarishlar, ya'ni anoreksiya, ko'ngil aynish, qusish, ich ketishi hamda gemorragik sindromlarni ko'rishimiz mumkin. Anemiya, markaziy nerv sistemasi, yurak qon tomir sistemasining shikastlanishi hamda eng og'ir oqibatlardan bu uremik komagacha olib kelishi mumkin. Eklampsiyada bizda demak angiospastik ensefalopatiya, ya'ni bosh miya tomirlar spazmi natijasida o'sha har xil talvasalarni, tonik hamda klonik talvasalar, hushini yo'qolishi, qorachiqni yorug'likka reaksiyasini yo'qolishi, teri hamda shilliq qavatlarni tsianozi, xirillab nafas olish, og'izdan ko'pik kelishi, ixtiyorsiz peshob ajralishi ko'rishimiz mumkin. Demak, bu xurujlar 2 hamda 5 minut davom etishi mumkin. Oqibatida esa har xil parez, paralij, nutq buzilishlariga olib kelishi mumkin. Miyaga qon quyilishi holatlari ham kuzatilishi mumkin. Eng og'ir asoratlardan bu o'limga olib kelish ehtimoli bor. O'tkir yurak yetishmovchiligida endi kam hollarda uchraydi bu asorat. Bunda o'sha yurak chegaralarining kattalashishi, shovqinlarni eshishi, yurak to'nlarining bo'g'ilashi, bradikardiya, gipotemegaliya kabi simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu kasalliklarni qaysi glomerulonefrit kasalligini quyidagi kasalliklar bilan taqqoslashimiz mumkin. Interstitial nefritlar bilan, sistemali vaskulitlar, amiloidoz, gemorragik vaskulit, toksik nefroz, ikkilamchi nefrotik sindrom, surunkali buyrak yetishmovchiligi, yurak qon tomir kasalliklari bilan, jigar kasalliklari, dori preparatlari qabul qilingandagi kelib chiqadigan asoratlar bilan, endokrin sistemasi kasalliklari bilan, antidiuretik gormonni noadekvat sekretsiyasi sindromi bilan, oqsilsiz ishlar bilan, chaqaloqlardagi ishlar bilan, allergozlar bilan, siklik iziopatik ishlar bilan
bizni taqqoslashimiz mumkin. Endi davolashda asosan birinchi o'rinda yotoq rejimi, ya'ni kasallikni o'tkir davrda katta ahamiyatga ega. Keyingisi dietoterapiya, keyingisi patogenetik davo, endi antibakterial davo, vitaminoterapiya, gipotenziv preparatlar, diuretiklar va boshqalar bular simptomatik davolarga hisoblanadi. Mana yuqoridagi uchta keltirilgan davoimiz asosiy davo hisoblanadi. Ya'ni yotoq rejimi bu tomirlar spazmini kamaytiradi hamda shu kasallangan organni, ya'ni shikastlangan organni ayash usuli hisoblanadi. Ya'ni o'sha spazmni kamayishi natijasida o'sha sirkulyatsiya yaxshilanishi natijasi bu buyrakga o'sha erta tiklanishiga yordam beradi. Dietoterapiyadan demak kasallikni o'tkir davrda tuzsiz parhez, hayvon oqsillari hamda suyuqliklar chegaralanadi. Keyingi kunlarida уже shakarli, mevali kunlar hisoblanadi, ya'ni har xil suyuqliklar dozalangan miqdorda beriladi. Patogenetik davolarga qaysi preparatlar kiradi? Mana birinchi o'rinda glikokortikosteroidlar, antikoagulantlar, antiagregatlar hamda sitostatiklar. Bu o'sha glomerulonefritni nefrotik shaklida asosiy davo usullari hisoblanadi. Glikokortikosteroidlardan asosiy foydalanishimizni sababi bular yallig'lanishga qarshi desensibirlovchi effektga ega hamda bular immun komplekslarni hosil bo'lishi, ularni ko'p to'pchalarda fiksatsiyalanishiga ham to'sqinlik qiladi. Ko'proq biz endi prednizolon qo'llaymiz, deksametazon ham qo'llashimiz mumkin. Bunda prednizolon 1,5 milligram kilogramdan 3-4 hafta mobaynida to'liq ichish tavsiya qilinadi, keyin asta-sekin dozasi kamaytiriladi. Xo'p, endi bu yerda mana misol tariqasida berilgan 10 yoshli bola masalan 35 kilogramm bo'lsa, unda glomerulonefritni nefrotik kasal sindromi bilan og'riydi. Gormonal davo dozasini aniqlash hamda sxemasini aniqlash berilgan. Bunda asosan 10 yoshli bola 35 kilogramm bo'lsa, boya aytdik 1,5 milligram kilogramdan tavsiya qilamiz deb. Demak 35 milligram bo'lsa, 35 milligram prednizolonni o'sha bu sutkalik dozasi hisoblanadi. Demak kunni birinchi yarmida 3 martani qilishga 3 martalik dozali bo'lib tavsiya qilamiz. Hamda buni 1 oy davomida to'liq ichadi, keyin sekin-asta kamaytirishni tavsiya qilamiz. Antikoagulantlardan asosan antikoagulantlar bular gormonlar ta'sirini kuchaytiradi, yallig'lanishga qarshi qisman desensibilizlovchi xususiyatga ega, immunosupressiv effektlari ham aniqlangan. Agar albumin bilan birgalikda qo'llansa, diuretik effekti ayniqsa kuchayadi. Ko'proq geparin qo'llaniladi. 150-200 xalqaro birlikdan kilogrammiga 3 hafta mobaynida, albatta o'sha qon tahlillari qilingan holda koagulogrammalar ko'rilgandan keyin tavsiya qilinadi. Antiagregatlar bular mikrosirkulyatsiyani tiklanishga, yaxshilashga qaratilgan, ya'ni o'sha mayda qon tomirlaridagi spazmni kamaytiradi, trombositlar agregatsiyasini kamaytirib, mikrosirkulyatsiya yaxshilanadi. Antiagregatlardan kurantil yoki masalan pentaksifilin bor, grafilin bor. Shulardan qo'llashimiz mumkin. 3 milligram kilogrammiga 3 oy davomida to'liq ichish tavsiya qilinadi. Endi sitostatik davolardan xlorbutin, likeran, azatioprин, merkaptopurin hamda metotrexatlar tavsiya qilinadi. Bundan tashqari o'sha dorilarning effektini yaxshilash yoki ayrim holatda o'sha rezistent variantlarida o'sha aminoxinolin qatori preparatlari ham tavsiya qilinadi. Bular o'sha reticular endotelial sistemada to'qimalarda to'planib antitanalar kompleksini hosil bo'lishiga qarshilik qiladi. Bularda mana delagil, plakvinillarni tavsiya qilishimiz mumkin 5-10 milligram kilogrammiga. Indometsin ko'proq gematorik shaklda tavsiya qilinadi. Yallig'lanishga qarshi effektga ega hamda immunodepressant effekti ham qisman aniqlangan 3 milligram kilogramm sutkasiga tavsiya qilinadi.
Endi antibakterial terapiya bu ko'rsatma bo'yicha, agar o'sha bu patogenetik davo hisoblanmaydi. Bu ko'rsatma bo'yicha bemorda agar yallig'lanish jarayonlari bo'lsa, o'sha masalan surunkali o'choqli infeksiyalarda qo'zish davri bo'ladigan bo'lsa, o'sha pensilin yoki yarim sintetik pensilinlar tavsiya qilinadi. Vitaminoterapiya endi ko'proq o'sha uy sharoitida har xil guruhdagi vitaminlarni ichish tavsiya qilinadi. O'sha askorbin kislotasi, rutin, B guruh vitaminlari, antioksidantlar, o'sha A, E vitaminlari, vitamin B15, vitamin D, folat kislotasi uy sharoitida ichish tavsiya qilinadi. Gipotenziya vositalari ham ko'rsatma bo'yicha tavsiya qilinadi. Bular asosan markaziy tinchlantiruvchi vositalardan valeriana, pusturnik, brom, luminal, katta va kichik trankvilizatorlar, antiadrenergik vositalar ham tavsiya qilinadi. Diuretiklar ham ko'rsatma bo'yicha tavsiya qilinadi. Bu demak yaqqol ishlar bo'ladigan bo'lsa, unda diuretiklardan tavsiya qilamiz. Demak, gepatiazid, lazix, furosemid, etakrin kislotalari, aldosteron antagonistlardan virashpiron, aldaktollar, osmodiuretiklar, manitol, poligluten, albumin hamda va boshqalar tavsiya qilinadi. O'sha bemorni yoshiga, vazniga qarab mos ravishda tavsiya qilinadi. Endi qonni buyrakdan tashqari tozalash yo'llari bu demak surunkali buyrak yetishmovchiligida tavsiya qilinadi. Bu asosan o'sha gemodializ, gemabsorpsiya, plazmaforezlar. Bu nafaqat qondagi azot qoldiqlari, elektrolitlarni, shu jumladan immun komplekslarni ham organizmlardan chiqarib tashlaydi. Endi bu kasallikni prognozi oqibati, agar bemorga vaqtida tashxis qo'yib, davo choralari to'g'ri qo'llaniladigan o'sha dozalari hamda o'sha dietalari, bu faqat endi shifokorlarga emas, o'sha ota-onalarga bog'liq bo'ladi. Agar to'liq olib borilsa, to'g'ri olib borilsa, unda sog'ayish 85%gacha bo'ladi. Endi kasallarni dispanserizatsiyasi. Bu bemorlarimizda dispanser nazoratida, demak o'tkir davrini o'tgandan keyin, o'tkir glomerulonefrit o'tkazgandan keyin 5 yil davomida nazoratda turishadi. Bu davrda o'sha har oyda peshob analizlari, qon tahlillari, qondagi qon bioximiyasi, ya'ni o'sha qondagi mochevina, kreatinin, o'sha azot qoldiqlari nazorat qilinadi. Buyrak faoliyatini baholash, dieta terapiyasi hamda o'sha jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish maxsus guruhlarida shug'ullanish tavsiya qilinadi. Surunkali infeksiya o'choqlari sanatsiya qilinadi har 6 oyda. Hamda ushlab turuvchi terapiya vaksinatsiya individual grafik asosida olib boriladi. Ya'ni bemorlarga agar og'ir bir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, masalan epidemiya, pandemiya degandek, o'sha holatlarda vaksinatsiya tavsiya qilinadi. Qolgan holatlarda bular metodvot vaksinatsiyadan. E'tiboringiz uchun rahmat.